Ha, yo 1 yilda 2 marta sotiladi. Bu ikkinchisi hozir hamma bozor. Aytayapman, Yangiqo'rg'on, Begavot, Beshtol, Zarkent, Chuz, Olmos yollayotibishim mana. Mana shirasi mana buni uzamizda. Shoxlamda mana shu egilmaydi mana. Sinib ketadi. Dori sosa, bunga faqat asosan go'ng chirindi. Go'ng chirindi. Ha, uyda chuvalchang bor, begomimiz bor. Endi asosiysi daromad kelsak. 20 marta yeyman, mana tugaguncha kuniga 20 martadan. Menga 1 yilga mana shuni oziqasi yetadi. Qishda kirib bo'lmayman, yozda quyosh o'tib ketmaydi. Hop, yegan ovqatim xudoga shu vaqtida hazm bo'ladi. Shular hisobiga deb o'ylayman. Ko'p. 5 gektarga bo'ladi. Bu jannat mevasi bu xudo xolasa. Yenglar olib. Yenglar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i Anjizor mahallasidamiz. Xudo xolasa video davomida nimaga yemin Anjizor mahallasidaligimizni bilib olasizlar. Hop, bugun 2026-yil 16-avgust, hafta kuniga yakshanba. Xudo xolasa bugun Kamoliddin akamda Anjizorlardamiz. Qo'ldan kelgancha anjir haqida yaxshi ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Kamoliddin aka, hormang endi. Assalomu alaykum. Barakan. Kecha telefon qilganimda mashina bozordaman dedi. Ha? Bir uyga bitta jiyanim qo'y oldi. Zo'ron senga, ha. Qo'yni og'ani borsak, qo'yni sotyapsiz. Bugun anjirni sotyapsiz. Ertalamon sotib keldim. Voy, siz ham serqirra ekansiz-da. Hurmatli kuzatuvchilar, Kamoliddin akam bilan bugun qo'ldan kelgancha anjir yetishtirish, uni daromadlari, mehnatlari haqida oz ma'lumot berib o'tib ketamiz. Qo'ldan kelgancha. Hop, Kamoliddin akam, anjirlarning so'tigi ne so'tik? 10 so'tik. Beydagi 10 so'tik. Bey 10 so'tik. Hadi 6 so'tik bor. 16 so'tik. Bu yangi taxmal sovuq urib ketgandan keyin bo'ldi mana. Endi bu yil ikkinchi yasharga mana hosil beryapti mana. Ha, ikkinchi yashar. Mana. 2 yashar bo'ldi. Hosil beryapti. Yildan-yilga kuchayib boraveradi endi bu. Hop, sovuq urib ketgandan keyin tagidan chiqqanmi, ekkanmiz? Yo'q, tagidan chiqqan. Tagidan chiqaveradi. Sovuq tanani uraveradi, tagidan chiqaveradi anjir. Parvarish qilib tursak, mana u katta bo'lib ketaveradi. Narigi bog'dagi yangi katta u. U katta, ha, 60 yilda ag'ida. Bu ham tomir 60 yilga tomir u. Mana tanani sovuq urib ketgan, shuni hisobiga. Ha, taxmal yangi. Ha, mana shoxlari yangi, lekin tomir o'sha eski tomir. Anjirni sovuq urmasligi uchun nima qilish kerak? Anjir sovuq urmasligi uchun poxolda ko'mish kerak. Mana bu yangi taxmallik hisobiga mana anjirlar bunaqa. Mana yirik, chiroyli mana. Katta. Ha, o'zimiz ichki bozorlarda sotyapmiz. Chetga yashalarga bermayapmiz, xalq yesin deb. Ha, xalq yesin deb. Ha. 1000 kishi duo qilsa, hech bo'lmasa bir kishining tegib qoladi degan niyatda ichki bozorda sotyapmiz buni mana. Hurmatli kuzatuvchilar, bu hozir turgan joyimiz Tepaqo'rg'on qishlog'i Anjizor mahallasi. Anjizor, ha. Nima anjir ko'pligi uchun Anjizor deydi. Ilgarida Anjizor bo'lib kelgan tabi. Sizniki o'zi 28-30 so'tik bo'lsa bayda o'pishimda ob'yom. Ob'yom 2 gektar, 3 gektar ko'p-a. 5 gektarga boradi, o'pish 5 gektarga boradi. Anjir zo'r bo'ladi. Ha, anjir onar yaxshi bo'ladi bu yerda. Ha, anjir ekaman deganlarga anjir bilan shu qanaqa yerga ekish kerak suyadi? Anjir qora yerda bo'ladi, nam ko'p bo'lish kerak. Zakroq bo'lish kerak. Suyadi. Ha, agar oq yer, o tepaliklar bo'lsa, aylarda sersuv bo'ladi, nam bilan suv qo'yish kerak. Ha, suv problema bo'lib turgan payt anjirni ekish kerak, undaqa. Ha, buni zahirga ekish kerak. Bu tomiri suvda, o'zi quyoshda tursa, anjir mana shunaqa bo'ladi mana. Namni yaxshi ko'radi. Mana. Hozir men uyga anjir ekdim, Kamoliddin aka, misol. Bu yil eksam, kuzda ekiladimi bu bahormi? Buni kuzda ko'mib qo'yib turib, bahor eksa yaxshi bo'ladi. 1 yil ko'mib. 1 yil 2 yil. Qanchada 3 yilda daromad hosilga kiradi, 3 yil. 3 yilga o'sha hosil kirishni boshlaydi. Buni qanaqa mehnatlari bor? Ekiladi. Buni ekiladi. Hop, top turiladi. Ha, tagidan chiqqanlari. Ha, tagidan chiqqanlari. Keyin kuzda baylab ko'miladi. Baylab ko'miladi. U qurtig'a dori sepib, shiraga dori sepib. Yo'q, bular siyrak bo'lsa shirapira tushmaydi, keyin bu haligi himikat so'bolmaydi bunga, faqat go'ng amapos. Ha, tomiri. Yeriga oziqa. Ha, oziqa go'ng amapos. Agar silitra dori tushsa, mana baylayotganda mana shoxlar sinib ketadi. Mana shoxlamda mana shu egilmaydi mana. Sinib ketadi. Dori sosa, bunga faqat asosan go'ng chirindi. Go'ng chirindi. Ha, uyda chuvalchang bor, begomimiz bor. Ha, o'zingizda bor. Ha, o'zimizda bor. Chirindi solinadi shu.
Mehnat Asosan- yaxshi ekan. Tortchi dori hali Yo'q. qurt tushmas ekan bunga. Qurt o'sha bir marta yuvib qo'yiladi Shiraga qarshi. qurtga. Ha, qurt- Shiraga qarshi kun isiganda bug'doy o'rim paytida o'rgamchikana tushadi, bug'doy o'rilayotganda. O'shanda o'rgamchikanaga bitta yuvib qo'yiladi. Shu bilan bo'ldi. Ha, shu bilan buni yig'ishtirish Ha. haligisicha qiyinroq. Ha, mana shu turish mana. Mana. Hozir uzamiz, kechqurun ovqatlab olib yerga tuzaymiz peshonlarga. Peshonlardan keyin tog'oraga tuzaymizsa soat 3:30 da tepa bozorlarga boramiz asosan. Begavot, Beshtol, O'zim Yangi Qo'rg'on, rayon bozorlari. Mana rayon bozorlariga. Chus, olmos qilib aylanib yurib sotamiz. Bu anjirni masalan Rossiyaga ham tortadimi? Hozir olyapti 12 mingdan. 12 mingdan Yashqqa Rossiyaga olyapti. Toshkent. Yo'q, Toshkent olgani yo'q. Toshkent. Ha, Rossiya bo'lmasa Toshkent, Toshkent bo'lmasa o'zimiz Qirg'iz olyapti. Qirg'izga sushilkaga olyapti pishganini. Biz bozorda sotamiz. Vaqtimiz yetarli. Ichki bozorda, Ha, o'zimiz biz bozorda. Faqat ichki bozorda sotamiz. Maydasini ham olib boramiz, yirigini ham olib boramiz. Maydasini varinachilar oladi, yirigini yeydiganlar oladi. Shu. Buni anjirni masalan yetkazolmay qolasiz, pishib ketadi. Sotib yetkazolmasangiz murabbo ham o'zlaring qilasizlarmi? Murabbo qilamiz, buni quritamiz, buni quritib qo'yib turib qishda qaynatib, sutga qaynatib ichsa, odamning rangini, meni rangimga o'xshatib qizartiradi. Girib bo'lmaydi birinchidan. Hop, yosh bolalari bor odam bo'lsa, banisaga bormaydi. Yo'taldi, bu o'rnida o'ltiradi virusini. Qaynatib ichsa, sutga qaynatib 2 soatdan keyin muz yesa ham bilintirmaydi. Bu kesib tashlaydi. Bunda ishqor kuchli mana buni bekarga bunday qilib biz kiyib olmaymiz. Agar mashina bagi buni qo'limizga tegib ketsa, mana yerga shilib qo'yadi, mana bunday qilib shilib qo'yadi. Meni ham qo'lim salga haligi bo'ladi. Atayman, yangi o'zim kiyib keldim. Anjirni ichiga kiraman baribir deb yangi o'zim kiyib keldim. Endi anjirda hurmatli kuzatuvchilar, Alloh taolo Qur'oni Karimda ham zikr qilgan qasam yod eturman anjir va zaytun bilan mevalardan buni xususiyatlari ko'p, uni meditsinik tarafdan mutaxassislar ma'lumot bergan YouTube kanallarda. Anjirni bagida ham haligi, bagini sutini hali qilsa ham nima bo'ladi deydi. Buni bagida mana sut bor, mana sindirishingiz mana sut chiqadi. Mana bag sindimi, mana sut chiqadi, mana bundaqa bo'lib mana. Mana shu sut. Mana oqar sut chiqadi. Bu odamning qo'liga tegib qolsa, bu qichitadi, suv to'planib qashlagandan keyin tuzaladi. Unga tuzalmaydi mana. Buni anjiriga himikat qila olmaydi kim bo'lsa ham. O'sha tabiiy bu. Bu tabiiy bu. Bunga himikat qilish ilojisi yo'q. Faqat mahalliy go'ng, chirindi, amapos dori, fosfor. Boshqa narsa solgan odam kuzda ko'mayotganda sinib ketaveradi. Shu. Buni faqat tabiiy. Buni qo'ymasdan men o'zim hozir bir kunda o'rtacha 20 ta yeyman, mana tugaguncha kuniga 20 tadan. Menga 1 yilga mana shuni oziqasi yetadi. Qishda kirib bo'lmayman, yozda quyosh o'tib ketmaydi. Hop, yegan ovqatim xudoga shukr vaqtida hazm bo'ladi. Shular hisobiga deb o'ylayman. Temir moddasi o'ta ko'p deydi. Bunda hamma modda bor. Bir sahri bor odam ham yeyveradi to'xtamasdan. Endi sahrim bor, men bunaqa kasalman degan odam adashadi. Anjir diyet qilaman, postlarni achib tashladim. Men yuvib yuraman. Asli mana mashinamga yetadi. Mana endi olib qo'yib yeyilaveradi mana. Bunga aytyapman, bunga himikat yo'q, buni betida ham yo'q, ichida ham yo'q. Bu tabiiy, mana shu bo'lgan narsa. Hop, endi asosiysi daromadga kelsak. Buni o'rtacha masalan har xil yilida meni bilishimcha shunaqa bir ilgari. Buni daromadi hop, mashi 10 soti deyapsiz, hozir bu yosh. Hop, biz oilamizni 1 yillik produkttasini 6 ta molni 1 yillik produkttasini, 20 ta tovuqni 1 yillik produktasi shuni bo'yniga ko'taradi. Rejim qilib qo'ygan ekan. Rejim qilib qo'yilgan. Hop, anada teplitsa ham bor 10 sotik. Undan chiqqanlar boshqa xullas mana shunaqa qilib turpaqni ichida turpaqni olishib ishlaymiz. Mehnati ham bor. Buni xudo xolasa rohati ham bor. Bu anjir 2 marta sotasizmi? 3 marta? Yo'q, 1 yilda 2 marta sotiladi. Bu ikkinchisi hozir. Bu ikkinchi hosili. Ikkinchi hosil, birinchi hosil faqat Rossiyaga sotamiz. Birinchisi 40 ming so'mdan sotiladi. Yirik bo'ladi. Biz ichki bozorimiz u narxda kamroq olishadi. 40 minglik hisobiga. Endi hozir bozorlarda mana meni qo'limdagi 15 ming, 10 mingdan 15 minggacha. Mana yiriklari, mana bulari. Mana ham bor ekan, o'g'ling. Avval.
Hurmatli kuzatuvchilar, O'zbekiston hududida biz hozir mana Tepa-Qo'rg'on qishlog'i, Namangan rayon. Mana. Yana qaysi hududlarda anjir mukammal ko'p bo'ladi? Kommentariyada atmetka qilib ketasizlar. Mana shu anjir. Hop, 2 kilosi 35 ming u sotilyapti ha shu kunda. Ha. Ichki bozor. Ha, 10 kilo olaman deganda 15 mingdan ham beryapmiz. Mana anjirlar mana jicha farqi bor. 10 mingdan 13 minggacha. Mana ikki xil holatda sotilyapti hozir. Endi qimmat bo'ladi, 40 ming bo'ladi. Yashiqqa sotamiz. Ana yashig'i turibdi, mana qo'shnimda yashig'i anjir qurutishyapti ekan ular ham. Mana shunaqa yashiqqa solib beramiz, 45 ta sig'adi. 40 ming so'mdan sotamiz. 40 ming. Ha, bunaqa pishirib uzmaymiz uni. Uni ko'kligida uzamiz. Ha, ko'kligida uzsangiz, mana shu tabiiy pishgan darajaga boradimi? Yo'q, bormaydi-yu, o'xshaydi. O'xshaydi. Lekin mana shuni ichidagi bor vitamin oziqa ham bo'ladi, unda kuchaymagan mana shiraga to'lgan bu mana. Mana uchidan shira chiqyapti mana. Bu shiraga to'lgan holati hozir mana shuni qo'ymasdan menga o'xshagan vestagi odam bo'lsa 20 ta tashab qo'yursin. Ziyoni yo'q. Ziyoni yo'q. Ha. Bu anjirni xudo xolasa murabbosi meni bilishimcha eng yaxshi murabbo men nazarimda anjir murabbo. Murabbosidan ham bosasiz uyga. Murabbo o'zimizga yegani qilamiz. Yegan, sotgani emas. Yo'q, sotmaymiz, o'zimiz. Qishda yeymiz. Quritganingizni ham o'zingiz. Yo'q, uni ham o'zimizga u ham. Sotmaymiz. Bizga mana shu hozirgi sotganlarimiz yetadi. Mana bu anjirlarni bundaqa yashiqlarga solamiz. Uyga borib peshonlarga teramiz, bitta qilib, mana bu ko'rinish holatda teriladi. Mana endi qilib terib chiqamiz. Hurmatli obunachilarimiz, mana. Tergandan keyin bundaqa kichkinalarni addenda teramiz boshqa yerga. Keyin tog'oralarga solib olib boramiz. Hop, nosqovoq anjir bor, qora anjir bor, asal anjir bor. Endi hozir biz vaqtimiz kam, ularni ko'rsata olmaymiz. O'zi asl anjirlarning eng qiroli shu. Sariq anjir. Ha, mana shu anjir eng qiroli. Hop, nosqovoq ham bor. Nosqovoqni chusi, Kosonsoy yaxshi ko'radi. Kosonsoyda bu anjirni uncha yaxshi ko'rmaydi. Buni faqat o'zimizda Namangan chuslar yaxshi ko'radi. Hop, mana daromadga kelganda qaysi biri kuchli? Bu kuchlik. Hozir qoramtir anjirlar ham chiqdi. Ha, anjon qora deydi. Ha. Rosa sifati ham chiroyli, shirasi ham zo'ru. Mana bundagi namlik unda kam unda. Bundagi shira ularning uchalasida ham yo'q, men aytgan anjirlar. Eng shirasi kuchli mana shu anjir. Bu jannatning mevasi bu xudo xolasa. Yenglar olib. Yenglar haqiqiy. Pishgan payt yeyvanglar. Yana 20 kunda xudo xolasa yakunlaymiz. Keyin butab qishga harakat qilamiz. Butaymiz. Sentyabrda 15dan keyin baylaymiz. Oktyabrda 5dan 1dan ham boshlasa bo'ladi, ko'mishni boshlaymiz. Mehnat qachon ochasiz? Bahorda qaysi oyda? Bahor aprel ochiladi. Aprel. Mehnati ham oson emas ekan. Yo'q, buni mehnati oson bo'ldi. Buni mehnati o'ziga yarasha. Buni ishlasangiz shashlik yeysiz. Ishlamasangiz ko'chaga chiqib o'tgan mashinaning nomerini tomosha qilib o'tirasiz. Shu. Buni ishlagan odam yeydi haqiqatdan ham. Nimagaki ishlagandagi organizm ishlab qorin ochadi, ovqat yegingiz keladi-da, shunchangizda pulingiz bo'lgandan keyin shashlik olasiz. Ha, shunchangizda pulingiz bo'lmasa, pireshka olasiz. U ham bo'lmasa, uyga qaytib kelasiz. Shu. Gap yo'q. Kamoliddin aka. Ha, choyda ichib olinglar. Rahmat aka. Buni uyda yosh bolasi borlar, u bola 4 yashar bo'lib qolgan bolalar bo'lsa, men tavsiyam yegizaveringlar buni ayamasdan, yesin. Mashinga bir marta to'yib olsin. Endi anjirni ko'rganda jirkanadigan bo'lguncha yegizib qo'ying, shu bilan 1 yillik oziqa unda yetadi. Qishni chillasi, yozda chillasini tengsamay o'tib ketadi o'sha bola. Bir marta yesin, to'yib yesin, bo'ldi. Oldi ortib qolsin anjir. Endi anjirni ko'rganda yemayman degancha yeb tursa, mana organizmimiz shunga to'lib oladi-da, shu bilan qishda gripp bo'ladimi? Yoz issig'ida biz yosh bolalarimiz arada ko'p hopitar, issiq suvda hopib qo'yib ichatar bo'lishi mumkin. O'shanaqalarni bo'lsa ham sezdirmay o'tkazaveradi. U banisaga olib borib sistemlargacha bormaydi. Shuni yeb olsa, xudo xolasa, men hozir o'g'lim bor, uni bu ekranga tushiramiz, nimaki? Ha, yo'q, sheyda, yo'q. Sheyda yuribdi. Ha, sheyda yurgan o'g'lim, ana katta o'g'limda. 9 yashargacha banisaga bormagan. O'sha tug'ilgan raddomda shu bilan 9 yashargacha banisani ko'rmagan. Orada bir marta kilolar qizib kelganman, kestirib kelganman. Ungacha banisani ko'rmaydi. Kechqurun ustini ochib yotadi ertalabgacha issiqqa. Organizmni kuchaytirib olgan. Ko'z tegmasin, bu yil o'qishga kirdi u ham. O'shanaqa yegizinglar, arzimagan emas, pul 15 ming so'm pul 1 kilosi.
Obar oldi, qo'yib qo'ying, tarelkaga qo'yib yuvib, maza qilib yesin sizga qarab. Siz dedim borlig'idan xursandman deb. Tavsiya qilaverasiz. Ha. Shu zak, suvli joylarga, uylarga ekib, Ha? ekib qo'yinglar. Uyingizga bir tup ekib qo'ysangiz, bir tup ham yetadi o'zi asli. Ha. Buni qanday ko'masiz? Kuzda o'sha Buni haqida kuzda- ma'lumot berib Buni kuzda qo'shib turing. Buni kuzda men hosil tugagan bo'ladi. Mana buni arg'amchida mana shunday qilib baylanadi buni mana. Hop. Mana shunday qilib baylab, shunda yotqizib, ustiga pohol qo'yib ko'mamiz buni. Poholni tashlaysiz. Ha, keyin erta bor ipini yechib, yana bunday qilib yeratib qo'yamiz. Yana mana bo'lib hosil beraveradi. Sinib ketdi, urib ketdi yo'q. Yo'q, ko'mayotganda bitta yarimta sinadi-yu, endi Hech narsa hozir qilmaydi. mana edi, men ko'rsatdim. Mana yerda tana turibdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tana bor. Mana shu 6 tanadan bitta yarimta sinsa bilinmaydi bu. Atay qo'yib ketamiz. Mana bundoq oraliqlarda ham anjir beraveradi bu mana bu. Mana. Beozor narsa bo'ladi mana. Mana shirasini ko'ring. Rosa pishibdi mana. Ha, mana yollayapti pishib mana. Mana shirasi mana. Buni bunday uzamizda sekin bozorga ha, tayyorlaymiz. xalqimizga xudo xolasa buni yetkazib boramiz. Duo qilib yeysa bo'ldi. Ha, bo'p. Anjir tanasi o'ta katta ham bo'lib ketadi. Biz uyda bir bordi, mash qulochim sig'mas edi. U Bu yangi bu 2 yashar bo'ldi deyapman. Bu yana 5 yildan keyin nasib qilib kelsalar, mana shunda 3 ta qoladi mana. Mana shu 7 tadan ha. 3 ta qoladi. Qolgan 4 ta chiqib ketadi bu yerdan. Hozir kichkinaligi uchun bir-biriga alohida bermaydi. Hosilni olib turaveramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi o'sha suhbatimizni yakunlaymiz. Komashaganni ham ishdan qo'ymashimiz Ha, kerak. uzishim kerak. Vaqtlari cheklangan bag'da ham. Xo'p, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'p, yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. O'sha gap, mana O'sha shu gap. ikkita bonus buni ko'rishganimizga, buni bitta tanishganimizga bo'ldi. Bozorlarda Namangan rayon bozorlariga har kuni chiqarlar. Sizni videoda ko'rdim deb borsalar bonus ekan. O bitta Ha. Ardor yo'lda ekan. Har meni hardarim ko'rishni boshladi, o'sha bilan yerga tushib ketdi. Sog' bo'linglar, ko'rishamiz xudo xolasa. Ha,